Assalomu alaykum hammaga. Bu videoni ko'rib turganingiz bilan sizni tabriklayman. Agar siz ekspert bo'lsangiz va o'zingiz onlayn kurslar sotmoqchi bo'lsangiz, bu video siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Videoda qanday qilib onlayn kurslaringizni ortiqcha bosim va stresslarsiz ko'proq sotishingiz mumkinligi haqida gaplashamiz. Ki katta auditoriyangiz yoki shaxsiy brendingiz bo'lmagan taqdirda ham. Xo'sh, bu video o'zini yoki ekspertini onlayn kurslarini tashkil qilayotgan prodyuserlar, ekspertlar va marketologlar uchun to'g'ri keladi. Agar siz onlayn kurslaringizni ortiqcha qiyinchilik, bosim, kuch va stresslarsiz sotishni istasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga hoziroq amaliyotda qo'llashingiz mumkin bo'lgan 5 ta eng muhim qadamlarni ko'rsataman. Agar bu tavsiyalarga amal qilmaydigan bo'lsangiz, ya'ni amal qilmasangiz, sizni taxminan nimalar kutayotganini real kes misolida tushuntirib beraman. Video darajasiga keladigan bo'lsak, videoda men kimligim haqida qisqacha aytib o'taman. Keyingisi onlayn kurslarni tashkil qilishda siz yo'l qo'yishingiz mumkin bo'lgan yoki boshqa ekspertlar yo'l qo'yayotgan xatolar haqida gaplashamiz. Uchinchisi qanday qilib 5 ta qadamda onlayn kursingizni noldan yaratish mumkinligi haqida va so'ngida real kes misolini ko'rsataman. Aynan shu tavsiyalarga amal qilmasangiz, sizni taxminan nimalar kutib turgan. Agar tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Xo'p, ismim Sardor Qambaraliyev, targetologman. Toshkent viloyati Olmos shahrida yashayman. Tajribam 1 yil plus, 1 yildan ko'proq onlayn kurslar zapusklari, o'quv markazlari va qurilish kompaniyalari bilan ishlaganman. Asosan traffic maker bo'lib. Ya'ni ularga potensial mijozlar yig'ib berganman. Zapusklar uchun va kurslar sotuvlari uchun. Endi nima uchun onlayn kurslar sotuvini yo'lga qo'yishni ko'pchilik xohlamaydi. Ya'ni ko'pchilik ekspertlar xohlamaydi. Bu narsani hozir bir nechta sabablarni ko'rib chiqamiz. Hali yetarli darajada ekspert emasman deb o'ylash bo'lishi mumkin. Birinchi sabab. Bu sababni yo'q qilishingiz uchun sizga hozir bitta grafika ko'rsataman video davomida. O'zingiz ko'rib tushunib olishingiz mumkin va sizga qaysi format to'g'ri kelishini onlayn kurslar sotishingizda ko'rib olishingiz mumkin. Ikkinchisi vaqt va resurs yetishmasligi. Agar sizni vaqtingiz kam bo'lsa, boshqa ishlaringiz ham bo'ladigan bo'lsa, siz tezroq onlayn kurslar sotishingiz kerak. Onlayn tarzda dars o'tishingiz kerak. Sababi ko'pchilik o'quvchilarni qamrab olishingiz mumkin va video darslar yozilgan formatda bo'lishi mumkin. Bilmadim, onlayn qaysidir platformada bo'lsa, o'quvchilar bemalol o'rganadi va siz ham bemalol boshqa ishlaringizga ulgurasiz. O'z ustingizda ishlashingizga va dam olishingizga ham bemalol vaqtingiz bo'ladi. Xo'p, uchinchi sabab bo'lishi mumkin marketing va sotuv bilimlarini yo'qligi. Bunda nima bo'lishi mumkin? Agar sizda marketing va sotuv bilimlari yo'q bo'lsa yoki sizda shu bo'limlar yo'q bo'ladigan bo'lsa, sotuv bo'limi bo'lishi mumkin yoki jamoa yo'q bo'ladigan bo'lsa ham onlayn kurslaringizni sotuvini yo'lga qo'ya olmayotgan bo'lishingiz mumkin. To'rtinchisi natija kafolatlanmaganidan qo'rqish. Ya'ni o'quvchilarning natijasi kafolatlanmagan bo'ladi ko'p holatda. Sababi ko'p holatda ekspertga bog'liq bo'lmaydi. Onlayn kursda o'qiydiganlari o'ziga bog'liq bo'lishi mumkin. Qanaqa? Onlaynda asosiy muammo o'quvchilar dars qilmaydi. Shu bo'lishi mumkin. Yoki kechikib bajaradi. Menga o'xshab. Xo'p, shaxsiy brend va katta auditoriyaning yo'qligi. Oxirgi sabablardan bittasi. Sabablar ko'p. Yana bitta sababdan bittasi shaxsiy brend va katta auditoriya yo'qligi. Shu sizda qo'rquv bo'lishi mumkin yoki muammo bo'lishi mumkin. Lekin buni ham yengishga yo'li bor. Hozir keyingi qadamlarda hammasini ko'rib chiqamiz. Endi qanday qilib 5 ta muhim qadamda onlayn kurslaringizni noldan yaratish mumkin? Hozir 5 ta qadam bor. Shu 5 ta qadam bo'yicha ko'rib chiqamiz. Siz hozir ko'rishingiz mumkin bo'lgan qadamni hozir amalga oshirishingiz mumkin narsalar. Birinchisi, qasdi. Doim siz qanaqa mahsulot sotishingizdan, xizmat sotishingizdan, kurs sotishingizdan oldin doim qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu qasdi. Ya'ni mijozlarni kimligini aniqlash, mijozlarni og'riqlarini aniqlash, muammolarini aniqlash, xohishlar va kutuvlarni aniqlashingiz kerak bo'ladi. Bu narsani bilganingizdan keyin siz ularga mos kontent, taklif va narxlar bera olasiz. Bu sizni sotuvda ham katta hajmdagi sotuvlar qilishingizga ham yordam beradi. Qasdi bo'lmasdan harakat qilish mumkinmi?
Mumkin, lekin xuddi noaniqlikda ishlaganday bo'lasiz. Bu narsa yaxshi natija olib kelmaydi. Shuning uchun tasdiq doim kerak. Xo'p, keyingi qadam nima? Bilim, tajriba va kuchli tomonlaringiz asosida mavzu tanlashingiz kerak. Xo'p, sizni kuchli tomoningiz nima? Kuchli tomoningiz nima? Buniyam o'sha Kasteo orqali bilib olsangiz bo'ladi. Sizdan sotib olgan o'quvchilaringizdan so'raysiz. Nima uchun mendan sotib olgansan va nima uchun? Sotib olmaganlar bo'lsa, nima uchun sotib olmagan? Nima uchun sotib olganini so'raganingizda, sizni kuchli tomonlaringiz, plyus tomonlaringizni ular o'zlari aytib o'tishadi. Xo'p, keyingi qadam nima? Hozirgi holatdan kelib chiqib, mahsulot formatini tanlash. Aynan sizlarga keyin tushuntiradigan, video so'ngida tushuntiradigan real keysim ham aynan mana shu qismga bog'liq. Mahsulot formatini noto'g'ri tanlab qo'ysangiz, sizni judayam ko'p vaqtingiz va resurslaringiz isrof bo'ladi. Shuning uchun videoni diqqat bilan ko'ring va mana shu narsaga diqqat qarating. 4-qadam mijoz mahsulot qanday natija olishini aniqlash. Ya'ni mijozlari A tochkasi bilan kelsa, sizga B tochkasi nima ekanini aniq ko'rsata olishingiz va uni taklif qilib, chiroyli qilib yetkazib bera olishingiz kerak. Shunda sizni sotuvlaringizga yaxshi natijalar bo'ladi. Taklif yaxshi yetkazib bera olmasangiz, natijani ko'rsata olmasangiz, odamlar shunchaki sizdan sotib olmaydi. Boshqa odamdan sotib oladi. Raqobatchingizdan sotib olishi mumkin. Xo'p. Keyingi qadam nima? Mahsulotingiz mijoz hayotidagi qaysi muhim qismiga ta'sir qilishini bilishingiz kerak. Mijozingizni hayotidagi muhim qismlar bor. O'zi hamma odamlar hayotida muhim qismlar bor. Aynan o'sha qaysi muhim qismga yetishini bilib olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Endi qanday qilib 5 ta muhim qadamda onlayn kurslar tashkil qilishni 5 ta qadamini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi, kasbda boya aytganimdek, mijozlar og'riqlari, muammolari, kutuvlari va xohishlarini aniq bilishingiz kerak. Buni mijozlaringiz bilan intervyu va so'rovnomalar o'tkazish orqali amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqa bo'lishi mumkin? Mijozlaringizni 20 ta yoki 25 ta bo'lishi mumkin, 30 ta, 20 tadan 40 tagacha odatda olinadi. Har bittasi bilan intervyu o'tkazasiz. Ular yoshi, qayerda yashaydi, jinsi bo'lishi mumkin, ish joyi, qancha daromad topadi oyiga va yana muhim qismlari, ular og'riqlari nima, muammolari nima, nimadan qiynalishadi, nima muammolari bor, ular xohishlari qanaqa, nimalarga erishishni xohlaydi va ular kutuvlari qanaqa. Sizdan bo'lishi mumkin, hayotdan kutuvlar bo'lishi mumkin. Asosan sizdan kutuvlarni bilsangiz bo'ladi. Shularni aniqlab olishingiz kerak va buni aniqlagandan keyin sizda ular aniq muammolariga yechimlar bo'ladi. Siz aniq muammolarni bilib olasiz va ularga yechimlar taklif qilasiz. Ya'ni ularga mos kontent, taklif va narxlar berasiz. Va bu sotuvlaringizni oshirishingizga yordam beradi. Keyingi qadam nima? Bilim, tajriba va kuchli tomonlaringiz asosida mavzu tanlashingiz kerak. Xo'p, siz nimada kuchlisiz? Odamlari aynan qaysi muammosiga yechim bera olasiz? Bu narsalarni aniq bo'lishingiz kerak. Siz nimada kuchliligingizni bilishingiz uchun ham boya aytganimdek, odamlar bilan shunchaki gaplashasiz. Nima uchun meni sotib olgansan? Shu narsani so'rasangiz, odamlar o'zlari aytadi. Siz nima uchun tanlagani, qanaqa muammolari bor, qanaqa og'riqlari bor, so'rashingiz mumkin. Meni kursim orqali yoki menda nima bo'lganda yana sen do'stlaringga, tanishlaringga tavsiya qilishing mumkin edi deb so'rasangiz ham sizda yana bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar aytishi mumkin yoki kamchiliklaringizni ham aytishi mumkin. Bularni aniqlang va shu asosida o'z kursingizni ishlab chiqing. Shunda aynan sizni auditoriyangizga, sizni obunachilaringizga, sizni mijozlaringizga mos mahsulot bo'ladi. Buni sotuvi ham ancha yaxshi bo'ladi. Xo'p, uchinchisi nima? Hozirgi holatdan kelib chiqib, mahsulot formatini tanlashingiz kerak. Aynan hozir bitta diagramma ko'rsataman. Bu narsaga juda ham e'tiborli bo'lishingiz kerak. Xo'p, qanaqa holatda bo'ladi? Ko'rishingiz mumkin, mana bu chap tarafingizda ekspertlik darajasi turibdi va u vertikaliga yuqoriga qarab harakatlanadi. Auditoriya soni esa pastda, u chapdan o'ngga qarab harakatlanadi. Bu nima deyishingiz mumkin? Bu daraja, ekspertlik daraja va auditoriya soni. Ya'ni chap tarafingizda ekspertlik darajasi sizni qanchalik kuchli ekspertligingiz, pastda esa auditoriya soni, sizni auditoriyangiz qanchalik kengligi. Va bu 4 ta qismga bo'lingan holatda siz kursingizni formatini tanlaysiz. Agar sizni ekspertlik darajangiz katta bo'lsa, lekin auditoriyani mana ko'rishingiz mumkin. Auditoriyangiz kichkina bo'lsa, mana bu qismga tegishli bo'lsa, siz katta hajmdagi format qilmaysiz, katta hajmdagi kurs qilmaysiz. Siz individual yondashgan qimmat kurs olishingiz mumkin.
Agar xuddi shuni pastdagi qismi, ya'ni ekspertlik darajasi past bo'lsa va auditoriya soni ham kichik bo'lsa, kichik tajriba va kichik auditoriya bilan bo'lsa, siz mijozga natija beradigan istalgan xizmatlarni sotishingiz mumkin. Bu holatda katta hajmdagi yoki qimmat narsalarni sotolmaysiz. Ya'ni ekspertlik darajasi ham past hali, auditoriyangiz ham kichkina, sizni ko'p odam taniydi. Siz mijozga natija beradigan istalgan xizmat turlarini sotishingiz kerak. Xo'p, keyingisi, uchinchisi mana bu joyga qarashingiz mumkin. O'ng qo'l tarafingizdagi bo'limga, o'ng qo'l yuqoriga. Kuchli tajriba va katta auditoriya bo'lsa, siz natija beradigan to'liq kurs qilishingiz kerak. Mana ekspertlik daraja ham yuqori bu yoqda va auditoriya soni ham katta. Bunda siz natija beradigan to'liq kurs qilishingiz kerak. Ya'ni 0 dan boshlab, qanaqadir aniq natija beradigan kurs. Xo'p, agar sizda auditoriya soni katta bo'lsa va ekspertlik darajangiz kichkina bo'lsa, ya'ni chap qo'l, o'ng qo'l tarafingizdagi pastki qismda bo'lsa, kuchsiz tajriba va katta auditoriya bo'ladigan bo'lsa, siz arzonroq, keng qamrovli mahsulot tayyorlashingiz kerak va uni bozorga sotishingiz kerak. Yoki ekspert bilan hamkorlikda kurs qilishingiz kerak. Birorta kuchliroq ekspert bilan birgalikda kurs tayyorlab sotuv qilsangiz bo'ladi. Bularga real misollar bor. Real emas endi, qilishingiz mumkin bo'lgan misollar bor. Hozir shularni ko'rsatib o'taman. Agar sizda kuchli tajriba va kichik auditoriya bo'ladigan bo'lsa, siz nima qilishingiz mumkin? Shaxsiy mentorlik bo'lishi mumkin. Coaching qilishingiz mumkin yoki mentorlik guruhi bo'lishi mumkin sizda. Ekspertlik darajangiz yuqori va hali auditoriyangiz kichkina bo'lgan holatda. Agar kichik tajriba va kichik auditoriya bo'lsa, siz boya aytganingizdek, qanaqadir xizmat o'zingizni mutaxassisligingizga mos. Men o'zim mutaxassisligim bo'yicha marketing bo'lganim uchun, marketolog bo'lganim uchun o'zim qilishim mumkin bo'lgan narsalarni yozib qo'ydim. Copywriting, reklama, stories maker, sayt, yana target xizmati bo'lishi mumkin va content marketing bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan narsalar. Agar sizda ekspertlik darajangiz yuqori va auditoriya ham yuqori bo'lsa, aniq natijaga olib boradigan to'liq kurs, ya'ni o'quvchilar qanaqadir natija bilan yoki qanaqadir 0 dan kelishadi, ularni aniq natijaga olib chiqadigan to'liq kursni yaratib chiqishingiz kerak. Maydalab polniy hammasini tushuntirishingiz kerak, xulosa qilib aytganda. Va 4-qism kuchsiz tajriba, ya'ni va katta auditoriya bo'ladigan bo'lsa, siz nimalar qilishingiz mumkin? Marafon, intensiv, workshop va vebinarlar orqali sotuv qilishingiz mumkin. To'g'ri, bizda vebinarlar, marafonlar bepul bo'ladi, lekin buni boshqa davlatlarda, Amerikada, Rossiyada buni ham sotishadi. Siz ham pulga qilishingiz mumkin, arzon va katta hajmda qilishingiz mumkin. Bu auditoriyangiz keng bo'lgan holat narsalari siz bo'ladi va bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi qadamga o'tishimiz mumkin. Xo'p, keyingi qadam bizda mahsulot formatini tanladik. Mijoz mahsulotdan qanday natija olishini aniqlashimiz kerak. Xo'p, mijoz mahsulotdan qanday natija oladi? Bo'lishi mumkin. Agar siz diyetolog bo'lsangiz, misolga yozib qo'yganman, 21 kun ichida sevimli taomlaringizdan voz kechmasdan 10 kilogramm vazn yo'qoting. Bo'lishi mumkin. Aniq bir nuqtaga qanday chiqishingiz, qancha vaqtda chiqishingiz va nimalarsiz, yoqtirmagan ishlaringizsiz chiqishingiz mumkinligini aniq ko'rsatyapti va bu taklif. Taklifni to'g'ri yetkazib bera olsangiz, odamlar to'g'ridan to'g'ri tushunsa, sotuv juda ham yaxshi bo'ladi. Odamlar sizdan nima desam bo'ladi, kursni sotib olmaydi, ular emotsiya va natijani sotib olishadi. Shuning uchun aniq narsani ko'rsatib bera olishingiz kerak. Xo'p. Keyingisi, mahsulotingiz inson hayotidagi qaysi muhim qismiga ta'sir qilishini bilishingiz kerak. 3 ta muhim qism bor hammamiz hayotimizda. Bu sog'lik, boylik va munosabatlar. Aynan mana shu 3 ta muhim qismidan bittasiga sizni sog'likkami, boylikkami yoki munosabatlargami qaysidir bittasiga sizni to'g'ridan to'g'ri kursingiz shunaqa natija bersa yoki shunga olib borsa, shunga tegsa, kursingizni sotuvlari juda ham zo'r bo'ladi va aytib o'taman, sizni yo'nalishingiz sinmaydi. Uncha bozorda ko'rasiz, ko'p mahsulotlar, xizmatlar chiqib ketadi, lekin sizni kurslaringiz chiqib ketmaydi. Shu 3tasidan bittasiga ko'ra olsangiz, uchalasiga ko'ra olsangiz, bu juda ham zo'r. Lekin shu 3tasidan bittasiga qaysigadir yetkaza olishingiz kerak. Shunda yaxshi natija bo'lishi mumkin. Agar siz bo'lishi mumkin, boyagi misol bo'yicha diyetolog bo'lsangiz, diyeta bo'yicha kurslar sotayotgan bo'lsangiz, sizda asosan sog'likka bo'lishi mumkin. Ya'ni munosabatlar.
chunki biz dietologlar auditoriyasini analiz qilganimizda, ular munosabatlar, aynan semizlik munosabatlarga ham ta'sir qilishi haqida aytishgan. Shunda siz ikkita sog'lik va munosabatlarga urishingiz mumkin. Tegizishingiz mumkin va ko'proq sotuvlar qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar qanaqadir bir texnik bilim o'rgatsangiz yoki zamonaviy kasblar o'rgatsangiz, bu to'g'ridan to'g'ri boylikka bo'lishi mumkin. Til kurslari bo'lsa, bunda tushuntirish kerak. Til kurslari boylikka urishi mumkin, lekin to'g'ridan to'g'ri urmaydi. Bu narsani tushuntirish kerak. Til o'rganasiz, deyishingiz kerak, mijozingizga qaysidir joyga yaxshilashga kirasiz va ko'proq daromad qilasiz. Shu 3 ta qism bilan ularga tushuntirish kerak. Xo'p, keyingi qadam. Endi real case tahliliga kelamiz. Bu o'zim ko'rgan va o'zim ustozimda bo'lgan keysni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Aynan men sizga yuqorida bergan maslahatlarimga amal qilmaydigan bo'lsangiz, sizni nimalar ko'rib turibdi, ya'ni taxminan. Agar yuqoridagi maslahatlarga amal qilmasangiz, sizni nima kutib ko'rib chiqasiz. 2024-yil yanvar oyida mana bu bolani ko'rishingiz mumkin. Rasmda men 2024-yil yanvar oyi boshida O'zbekistondagi eng kuchli infoprodyuserlardan biri Anvar Baxtiyorov va masshtab kursida o'qiganman, o'qish boshlaganman. Va nima bo'lgan? Bizda nima bo'lgan? Kurs katta formatdagi kurs bo'lgan, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Kurs 2 oy uchun mo'ljallangan edi. O'sha vaqtda Anvar akaning tajribasi katta bo'lgan. Hozir ham juda ham kuchli marketolog, juda ham kuchli infoprodyuser va o'sha paytda ham tajribalari juda ham katta edi. Va $8,000 onlayn kurslar sotuvini amalga oshirgandi o'sha yilda. Lekin auditoriya unchalik katta emas. Yaxshilab e'tibor bering. Hozir formatni qanaqa tanlash kerak bo'lganini va qanaqa xato bo'lganini sizga ko'rsatib beraman. Kurs formati kuchli tajriba va katta auditoriya uchun moslangan va to'liq natija beradigan kurs edi. Ya'ni biz bunda tushunishingiz uchun mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Auditoriya kichik edi. Mana bu auditoriya soniga qaraymiz. Auditoriya kichik edi. Mana bu qismda edi. Tajriba katta edi. Tushundingizmi? Yo'q. Tajriba katta edi. Kichik auditoriya edi. Mana bu auditoriya qismiga pastga qaraydigan bo'lsak, mana bu auditoriyamiz kichik, lekin kuchli tajriba edi. Bu holatda Anvar Baxtiyorovga, ustozimga mos keladigan narsa nima edi? Shaxsiy mentorlik, coaching yoki mentorlik guruhi ochish orqali ko'proq daromad qilish mumkin edi. Lekin o'shandagi xato nima bo'lgan? Kichik auditoriya bilan katta hajmdagi kurs qilingan va ko'rishingiz mumkin, natijada nima bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, natijada 2 oylik kurs salkam 7 oy davom etgan. Boya videoni boshida gaplashganimizdek, agar siz mahsulot kursingizni formatini noto'g'ri tanlab qo'ysangiz, bu sizdan juda ham katta vaqt, o'qishlar natijaga olib chiqish uchun va resurslar talab qiladi. Sizni vaqtingiz va resurslaringiz cheklangan. Bu narsani ko'p sarflash sizni energiyangizni oladi va yana qayta onlayn kurs qilishingizga xohish qolmay qolishi mumkin. Shuning uchun yaxshilab bu narsalarga e'tibor bering. Videoni qayta ko'ring, boshidan ko'rib chiqing. Kerakli joylarni yozib oling va o'zingizni onlayn kursingizni shu orqali tashkil qilishga harakat qiling va to'g'ri formatda tashkil qilsangiz, siz onlayn kurslaringiz sotuvi ham yaxshi bo'ladi va natijalaringiz ham yaxshi bo'ladi. Agar qanaqadir joyda tushunmay qolgan bo'lsangiz, tez gapirib qo'ygan bo'lsam yoki sizda savollar bo'lgan bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. Videoni opisaniyasida Telegram username va telefon raqamimni yozib qoldirman. Yoki videoni kommentariy qismida ham bemalol yozishingiz mumkin, savollaringiz bo'lsa. Barchasiga qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.